Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga Jizzax Mebellar jamoasi yana bitta ustun opijorlarni yakuniy yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Charxin postini atrofidagi mahallada, o'z mahallaning nomi hozir ismidan chiqib bo'ldi. Nasib bo'lsa ustun yakunladik. Endi sizlarga qisqacha video obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'p, Jizzax Mebellar jamoasi yana bitta ustun opijorlarni yakuniy yetkazayotganimizda kimga xizmatlarimiz yoqadigan bo'lsa, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, komitada fikrlaringizni yozishlaringiz mumkin. Telefon qilib zakaz qilishlaring mumkin. Bir zakaz qilganlardan keyin 3 kundan 5 kun oralig'ida tayyor bo'ladi, yuz olib borib o'rnatirib beramiz Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha. Video obzor boshladik, ketdi. Xo'sh, xona aboy qilingan, patologlargacha ishlov berilgan uyimizga mebelni tushganini ko'ring. Uyni egalarini o'zi ham akam aytibdi, akajon o'zim ustaman, proyektini tuzib qo'yganman, siz olib kelsangiz o'rnatsangiz bo'ldi, o'zim joyini aytaman deyishgan. Mana shunday holatda mebelimiz tushdi, internetdan o'zlari ko'rib, o'zlari proyekt chiqarishgan. Tremosi uzunasiga 140 bo'ladi, plus minus bilan bo'lishi mumkin, uzunasiga 180. Oynasi bor, oynasi mana bu yo'q o'yna, bu chiroyli ko'rinishda qiladi. Xolasangiz, mana da oyna yoqib berasiz. Bunisi bizga farqi yo'q. Orqarimda aylantirsangiz, ana sizga galanteriyazmi, o'zingiz kerak narsani taxlab qo'yasiz. Mana bu yerga bitta sevcha qilib beramiz. Sevchani ham bexijolat ishlatib olaverasizlar nasib bo'lsa. Xo'p, mana shunday joyga aylantirib qo'yamiz yana. Ana sizga. Mana bu yerda skotchlari bor. Skotchlarni ertaga olishadi. Sabab bo'yi keladiganimizni o'ynamni 20 metga qilganmiz. 3 ta tortmacha rangidan aytgancha tanlov bor, xohlagan rangingizni tanlaysizlar. 3 ta tortmacha balandligini, ko'rdalaring 180ligini. Orqasida sveti bor, podsvetkasi yonadi, bexijolat tokka tiqib ishlatishadi. Tremolni ko'rsating. Mebelimiz aytgancha high-tech 100% laminatdan ishlangan. Voy bittalar, yana bo'lsa endi biz davom etamiz, xudo xolasa. Shkaf uzunasiga 240, balandligiga 215, 220 chiqadi. Plus minus bo'lishi mumkin. Ichlari 55 sm bo'ladi. Mana bu ishlov berilganini qarang. Xohlasangiz bunday o'yna, xohlasangiz bir xillarga ukajon menga o'ynasi kerak emas, o'ynasi kerak emas. Yoki splashnoy o'ynasangiz, splashnoy o'ynab beramiz. U o'zingiz tabizga bog'liq. Nima zakaz qilsangiz hisob-kitobini olib bexijolat qilib beraveramiz. Ruchkalarni qarang, ruchkalar mana bu tilla bilan mana bu tilla rosa bir-biriga padmos turibdi. Aytganimizdek yo'nlariga patchadan qo'yganmiz. Ana sizga. Voy, mana bu koreyskiy bir xillar irim qiladi, uzra. Oldingilari chiqib ketardi, bilamiz. Endi buni ham chiqib ketadi, koreyskiy. Voy, koreyskiy olinglar, mana shu oshma-moshidan olinglar, ishoninglar. Mazza qilib ishlatasizlar. Hozir unaqa tuftasi kelmaydi, faqat yaxshisi kelyapti. Ana sizga. Pastida polkalari bor, tepada polkasi bor, mana bu yerda vishelkamiz bor, kiyimilish uchun. Aytganimizdek, bu uzun taraf, ya'ni kelin tomonga mo'ljallangan bo'ladi. Zilari plasmas to'g'ri bo'ladi. Ishoning, xudo xolasa ko'chib ketmaydigan variantida. Endi bu tarafini ko'rsataman sizga. Bu tarafini qarang, ochilishlar. 4 ta polka. Mana bu yerda kalta kiyim yosh, ya'ni kelin, kuyov aralashtirib o'zlari xohish ishlatishaveradi, xudo xolasa. Ana sizga astagina yopib qo'yamiz. Shkafni ko'rsatdik, tremosini ko'rsatdik. Klientimiz ukajon menga bironda qilib bitta komod qo'shilgan narsa yasab ber, uyim oldiga qo'yib qo'yaman, oyoq kiyim, o'zimizga kerak narsani televizor qo'yib qo'yaman, bir gap bo'lar deganda mana bunday ham qilib berdik. Bu qo'shimcha bunga hisob-kitob bo'ladi. O'zi aynan mana yotoqxona mebeli bo'ladi, bu отдельно hisob-kitob bo'ladi. O'tiradigan tremosiga stulchigimiz ham bor, xudo xolasa. Endi sizga spalnisini ko'rsatamiz. Spalnisi uzunasiga 210 ga 170 standart razmer bo'ladi. Ortopedический matras $100 bo'ladi. Ishoninglar, matrasga 1 yildan shungacha garantiyasi bor. Mabodo shu pisa biroz telefon qilasiz, bepul almashtirib berkitamiz. Oyoq uchida sofasi bor, sofasini ham bir bahona ko'rsatib o'taylik mana. Xohlasangiz sofali, xohlasangiz sofasiz, farqi yo'q. Sofani chiqarib tashlasak, hisob-kitob chiqariladi, o'sha bo'lsa o'sha holatda bo'laveradi. Endi sizlarga buni ochib ko'rsataman. Buni ochilishi sal qiyinroq bo'ladi. Sababi bolangiz, chaqangiz buni ochib hadeb o'ynay olmasligi uchun ana shunday ochib qo'yamiz. Mana sizga. Voy, domda turarsiz yoki boshqa joyda uyingiz, xonangiz tor bo'ladi. Mana bunaqa narsa oling. Ichiga kerakli narsalarni o'zingiz taxlab qo'yasiz, o'zingiz xohlaganingizdek qilib ishlataverasiz. Aytganimizdek, spalnimiz matrasi 210 ga 170, ortopedический matras bo'ladi. Endi buni yopilishini ko'ring. Mana bir o'zimman bitta qo'lda bexijolat, misol uchun yangi ham o'zi deymiz, boshqa deymiz, bexijolat mana shunday yopib qo'yishadi. Xo'sh. Hammasini ko'rsatilgan spalnilar yo'rimga tegib turadi. Mana bu sofasi qaranglar, bir xillari oyoq uchiga yopishgan bo'ladi. Bir xillari mana bu olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz olasiz, xohlasangiz qo'yasiz. Tabiiy qarab ishlataverasiz. Voy, sizni qanday qulaylik xohlasangiz hammasini qilib beramiz. Spalnini aytganimiz ranglari bor, mana bu taraf moyishi. Xohlasangiz qora, xohlasangiz boshqa rang farqi yo'q. Siz aytgan dedingizda ham nasib bo'lsa qilib beraveramiz. Video yoqibdimi? Like bosinglar, zakaz qilish uchun nomerlarimizni qoldirganmiz, telefon qilaverasiz bexijolat. Tombichkasini ko'rsatamiz. Tombichkasi mana bunaqa ikkita bo'ladi. Tombichka ichlarida polkasi bo'lmaydi. Ana oshim-oshlar vakuumdan bo'lgan, mana shunday holatda bo'ladi. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilish bo'lsa, Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustunovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar bexijolat.